Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңла Шинжаң Халық нәшрияты 2000 жылы 1 айда нәшр қылған роман Или толқынлары. Авторы Абдурахман Қахар. 2 қысым. 16 бап. Сартоқайның қышы интайын қаттықлықы зәһәрдек аччық шивырғанның kecha-kunduz besilmay urib turishi bilan mashhur. Bu yerda qish 5 ay bo'ladi. Kam deganda 100 kun shivirg'anliq bo'ladi. Qalin qor ko'mib, uchi aranla ko'rinib qolgan chatqalliqlar dirildab titraydi. Osmonda uchib ketib borgan qag'ılarmu muzlab qetib yerga pulanglab tushib turadi. Birinchi oy kirgandan beri havoning sovuqligi 42 43 gradusga yetdi. Shuningdan keyin jangchilarning postda turish vaqtimi o'zgardi. 3 soatdan turish 1 soatga qisqardi. Shuningmi chidash qiyin edi. Sovuq juvidanmi xuddi yalang chapandan o'tgandek o'tadi. Piymining ichida turgan putlarmi qetib ketadi. Nadam postga almishib kelganda tong atay deb qolgan edi. U ko'zini to'rt atrofga takshi tikib, aylanib pirqirab turadi. Tong etishga boshladi. Shivirg'anmu adigili turdi. Shamol qor uchqunlarini uning yuziga shiddat bilan urmoqda edi. U onasini o'ylab qoldi. 9 oyda bir parcha xat topshirib olgan. Onasi xatida inisi Odiljonning maktabga kirganligini, o'ziga hukumatning qarawatganligini yozibdi. Xatning oxirida: "Jinim bolam, seni sig'indim, lekin dushman tugamaydi ekan. Beshimizdagi qayg'umu tugamaydi ekan. Dushmanni tugatmaguncha qaytma bolam", debdi. G'ayratlik ona, tushungan ona, o'g'liga tog'dek yorulak bo'lib turdi. Nodamning ko'ngli o'ziga qaraganda har qachon onasidan ko'proq rozi ekanligini his qilib turadi. Ochiq shivirgan Nodamning yuzlarini qizartib, ichishtirishga boshladi. Uning ig'iz burnidan chiqayotgan hor uni xuddi qish buvayga o'xshatib qo'ygan edi. Biroq uning qalbi o'tdek yonatdi. Ko'zlari ro'shan holda to'rt atrofga tikiladi. "Ana", deydi u qiziq hissiyotlar ichida. "Sening va sana o'xshash millionlagan jafokash xalqimning beshidan texi qora kun butunlay ketgani yo'q. Men va mening sabdoshlarim erkin, qayg'usiz, baxtiyor turmush yaratmoqcha bu sapdan, qonliq urush sepidan yonmaymiz. Shundoq ulug' niyatlar oldida bu vahshiy bandit, so'g'uq dahshati nima? Qarong'uning zulmati bo'lmasa, yo'ruqlikning qadri bo'lamdi. Qishning dahshati bo'lmasa, bahorning illiqligi bo'lamdi. Qishning dahshatini yengolmagan odam bahorning go'zalligini ko'ra olamdi. Bu dahshatli kunlarnimi yengimiz, so'g'uqlarmi tugaydi. Bu qalin qorlarmi eriydi. Ammo biz tugamaymiz. U hozir o'z qismlari joylashgan Zimlankidan 1,5 kilometr yiroqlikda, chet joyda maydasigacha keladigan xandakda turadi. Atrofi shivirgan toza urib turadigan ochiqchilik edi. Yana qayerlarda qandoq maxfiy postlar bor, u buni bilmaydi. Qiziq hayajon uning qo'sqining intayin och ekanligini, so'g'uq dastidan yuzlarining ichishayotganligini unutildirgan edi. Shu kunlarda jangchilarning bir sotkiliqiga 100 taldan sulu, bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan otlarning go'shidan 200 gram beriladi. Polik shtabi 100 tal suluni atganligi tuzini o'tkazib qaynatib ichivilishni, kechqurunligi ustixonliq yiliqi go'shtni yeb yetishni buyurib turadi. Sarsumbidan ozuqliq kelmaganiga 3 oydan oshgan edi. Shundoq qilib, otliq polik asta-asta piyodalar polkiga aylanyotdi. Polikda kasallar ko'payishga boshladi. Dastlabda qora chechak kasalligi paydo bo'ldi. Bu kasal polikqa dahshatli qo'rqinch ilib keldi. Ozuqliq bilan tang dorilarmi tugab ketgan edi. Doktorlar mushu kasal bilan og'riganlarni darhol ayirdi va polik shtabiga bularni 7-8 kilometr yiroqlikqa olib o'tishni, bo'lmasa butun polikning halok bo'ladiganligini aytdi. Polik darhol harakatga kelib, 10 kilometr yiroqlikdagi o'rmonga toshdan qo'pirib uy yasab, kasallarni ayiribdi. Nima degan ig'ir, dahshatli ishlar bu, ha? Ular ko'zlarini mo'ldiriltib tosh uylarda o'limni kutib qoldi. Sabdoshlaring, qaysar yigitlar go'yo tirik ko'mildi. Ular o'zlarimi bu yerda qolganlarmi, ularning ata yoki o'gun o'ladiganligini biladi. Ikkinchi qo'rqinchli kasal sinik yetishmaslik kasalligi paydo bo'ldi. Komandir jangchilardan nurg'unlarning tishlari bo'shab,
ba'zilarining tushib ketdi. Polik bo'yicha 1 kilogrammo ko'ktat yo'q edi. Qilin qarning oldida yig'ib olgan tog' piyozlarimi allaqachon tugab ketgan edi. Bu kasalga giribdor bo'lganlar iliqi 200 gram ustixonliq ot go'shini chaynalmay tez kunda qolgan. Bu ig'ir kunlar 11 oydan boshlangan edi. Nizomiddin Sarsumbidin keladigan ozuq tuluk yem xashakni taqozolik bilan kutatdi. 11 oyda 3 sotka to'xtamay qor yig'ib 1 metr qilinliqqa yetdi. Shu chog'da Nizomiddinning umidi uzilib, orqa sap ta'minot boshlig'ini chaqirib, "Amdi Sarsumbidin umid kutmay turayli. 10 oyda avatiladigan ozuqliq meningcha avatilgan, ammo yo'lda banditlar qo'lga tushirib olgan bo'lishi mumkin. Buningdan albatta Shimoliy front general shtabining mo xabar bo'lmasligi mumkin. Xo'sh, hozir qanchalik ozuqliq bor?" dedi. 10 oylik ta'minot qisib berilgachga biz hozirga yetdik, yo'ldosh polkovnik, dedi ta'minot bo'lim boshlig'i. Yana bir haftadan keyin hech nima qolmaydi. Faqatlimi otlarga oz-ozdan berayotgan suvli, tuz ham o't-cho'p bor. Nizomiddin o'ylanib qoldi. Banditlarning qismlarini, ozuqliqlarni yo'lda to'sib, tuyuqsiz zarba beradiganligi, bo'lib ketadiganligi haqida u ochiq saboqqa ega edi. Polkovnikning ko'zlari shunchalik yinib ketdiki, ta'minot bo'lim boshlig'i uningga qarashdan aymanatdi. Har bir eskadronda 30 dan ot qolsin, qolganlarini so'yinglar. Komandir jangchilarga 200 gramdan go'sht, bir isqimdan sulu beringlar. Agar mushu o'lchamga qanoat qilmay jidal qilg'uvchilar, ozuqliq o'g'irlig'uchlar sezilsa, etib tashlanglar, dedi polkovnik qat'iylik bilan. Shuningdan keyin yana bir oy o'tib, 12 oyda biroqla 1 metrdan oshiqroq qor tushdi. Mana endi Sarsumbadan keladigan ozuqliqdan butunlay umid uzildi. Sarsumba bilan bu yerning orliqi 300 kilometrda keladi. Qorning qalinligidan to'galar bilanmi ozuqliq akilish endi mumkin emas edi. Jilg'lar qor bilan tinigan, to'galarmi qorga petib o'lidi. 1 oyda Nizomiddin ta'minot bo'lim boshlig'i bilan yana maslahat qildi. Har bir eskadronda 10 dan ot qolsa, yana qanchalik vaqt jon saqlag'ili bo'ladi? 2 oyning oxirigachilik, yo'ldosh polkovnik. Undaq bo'lsa yaxshi, dedi Nizomiddin sal kulimsirgandek. 3 oyga o'lishibla olsak, bizmi bir ilojini qilarmiz. General shtabimi biror chora topar. Ular bizning qanday qiyinchilikda qolganligimizni, ochliq azobida jon talishayotganligimizni his qilyotidi. Biroq 1-oydagi so'g'uq polikqa dahshat silib turadi. So'g'uqning adishi bilan butun komandir jangchilarmi, otlarmi to'nglab o'lish xavfiga duch keldi. Polik bir hafta hafalashib, bu yerdan 8-10 kilometr yiroqlikdagi o'rmonga yo'l ochdi. Nizomiddin diviziya komandirlariga jiddiy holda mundaq buyruq chiqardi. Jangchilar tun bo'yi 15 minut yugurib, 30 minut uxlab chiqsin. Otlar navbat bilan yetilab yurilsin. Zarbadashlar to'xtamay qarovul punktlarini aralab yursin. Jangchilar shunchalik sagaklashib ketgan ediki, birla nuqson o'rnidan darhol qo'pib taloga yuguraydi. Yugurish maydoni tun bo'yi bo'shamaydi. Yili bu divizion jangchilari yugursa, yili u divizion jangchilari yuguraydi. Divizion komandirlarimi bir doirani aylanib yugurib, jangchilarga varqirab turadi. Tez yuguringlar! Ey, keyinda qolgan, so'ralmalik qilma! Tez qo'p, sapga yetish! Oq quloqcha, oq piyma, oq jo'liq jangchilar yugurishga ancha qo'lishib ketmaydi. Mag'dursizlanib, putlashib yiqilganlar komandirning ovozi bilan tang darhol qo'pib yugurib ketadi. 15 minutlik yugurishni tugatib, Zimlankaga kiribla buyruq berilgandek tezla uxlab ketadi. Polik doktorlarning vazifasi postga chiqadiganlarning yuziga itmiyini surkish va postdan tushganlarning putiga qor tengish bo'lib qolgan edi. Nadam postdan tushib, Zimlanka ichiga kirdida pimisni yeshib putiga qor tangdi. Zimlanka ichi taladan ancha farqlanib ketmaydi. Jangchilarning o'zlari yasab olgan o'choqlarda ho'l o'tin shirshim bo'lib olib, tuzuk yonmaydi. Shundaqdimi jangchilar o'choqning oldini bermay, istin echishgan ko'zlarini uvlashib o'ltirishadi. Bir necha jangchi nipiz yotqanning ichiga kirib, ustiga juvasini yipib yetishadi. Varisjon o'yini o'ylab yotadi. Dadisi mundaq ayozlarda surlangan ot go'shi bilan qilingan narinni
va qirg'ovul go'shi besilgan poloni eng ko'p atkizib yeyishni yaxshi ko'radi. U dadasi bilan issiq kanda ikki qatlangan yumshoq yekandozning ustida o'ltirib, shu esil tomoqlarni ishtaha bilan yeydi. Qo'rsiqi to'ygandan keyin qirg'ovulning pachiqi to'shlarini g'ajilaydi. Shuningdan keyin olma, nashput oqlab yeydi yoki rohatlanib qand choy ichishadi. Yonboshlab yotadi. Asta-asta o'gdab tatliq uyquga ketadi. Mana bu manzaralar Varisjonning ko'z oldida gavdilanib kelganda, u o'zini o'zi koyishga boshladi. Inqilobga qatnashqaningga to'y Varis. Mushundoq badaningga nashtardek sanjilayotgan sovuqlarda issiq uyda kirilib, mazza qilib o'ltirar eding. Iching pussa, yar birodarlaringni chaqirib, bazma qilar eding. Isit, isit. Andın u dadısını qarğashqa başladı. Ölmeydigan qaqvaş, partizanlarga qo'shilishga apam unmagan chaqda, "Ey, kaltipam xotin, to'polangning ichida yurgini yaxshi. Keyinroq o'zim o'q ovozlaridan yiroqroq yerga aplab o'rlashtirib qo'yman. Hech o'ylamagan yerdan beshiga oltin toj kiyilib qoladi" degan edi. Mana tozi kiyildi. Oltin toj turmoq, to'mir tojmo keligini yo'q. Texi bo'ynimga ocharchilikning sirtmiqi tushib, o'lay dedim. Esit, o'likim mushu dasht bayovalarda qoladigan o'xshaydi. Texi bularni bandit bulanchi deydi. Bulanchiga shuncha nurg'un xalq nimishqa agishidi? Shuncha zo'r eqinni ketmanda to'p tashlab to'sib olg'il bo'lamdi. Bizning qismlardanmi bir ishkilab emas, vozvotlab nimishqa ularga o'tib ketadi. Kelgusdan nimishlar bo'lar? Nadamdaklarning og'izdagi gaplari rostga aylanib qolsa, dadamning dunyosini ko'y qab yutib ketmamdi. Uningga qaraganda mushu quyruqli quloqchiliklar bizni himoya qildigandek, azizlaydigandek turdi-ku. Hey inqilob, hey inqilob! Yerning ostida tinch kuchab yotgan yilonning uvusini buzgan inqilob. Sen balo qazo bo'lmagan bo'lsang, bu chaqcha muno rayhon degan naynoq uyimning guli, muno nadam degan muz pishona xizmatimning quli bo'lmasmidi? Shu chaqcha dadamnimi, o'zimnimi rozi qila olmadim. Shunglashqa ikkisining kulkisi xuddi beshimga chiqilg'i tushgandek anglanadi. To'nglab o'ladigan o'xshayman texi. O'likim mushu cho'llarda qolarmi? Varisjon shu xiyollar bilan muzlayotganligini unutdi-da, ko'zining qirida putiga qor tingib o'ltirgan Nadamga qarab qo'ydi va uni ig'iz tishiga ilib chaynavatgisi, butun ichinish, alam, pushaymonlarni uningdan olg'usi keldi. Biroq qo'lidan kelmaydiganligini bilib, ig'ir xursindi. Shu chog'da uning posta turish navbati kelgan edi. O'rnidan turdi-da, daldangshib zimlankidan chiqib ketdi. Nadam o'rniga kelib yotdi. Talada shivirgan hadab adamakda edi. U birdam gurkirab, birdam shivirlab, birdam chirqiraydi. Shundoq shivirganlarda urush qilish nima degan ko'ngillik-a? deb o'ylab qoldi Nadam. Shundoq shivirganlarda qilingan urushlarni asga ilib, birdamdala oldinda qor dovlari paydo bo'ladi. Sen uningdan foydalanib, zoyisiz o'q atsan-da, ilgirlaysan. Yana atsan, yana ilgirlaysan. Mundaq foydali sharoitni yasab bo'lmaydi. Faqat tabiatning sehrli qo'lila yasayolaydi. Urushlar ichidagi, vijildigan o'qlar ichidagi jangchining hayoti haftalab, oylab tinch sharoitga yetkelsa, u xuddi bozori kelmagan o'qachidek mayuslanib qoladi. Miltiq tutgan, qor siqimdigan qo'llari, suvga tushgan, o'tqa kirgan putlari qichishib bearam bo'ladi. Bundaq chog'larda jangchining ko'ngillik ishi o'tgan urushlarni eslash, ko'z oldiga keltirish bo'ladi. Shu topda Nadamning ko'z oldiga Qara Edirda bo'lgan urush keldi. Qara Edirga o'rlab chiqqan polik yeziqqa tushganda tuyuqsizla etilgan o'qlar ichida qoldi. O'q oldidan ikki yondan chiqyotdi. Jangchilar bir tiniq oraliqida otlaridan sakrab tushib ketdi-da, otlarining tizginining bir tarafini tortdi. Otlarmi o'z egalaridek shundoq tiz yotdi. Etishish boshlanib ketdi. Ingrigan, voyvoylagan ovozlar anglanishga boshladi. Tuzlanlikka to'plashib urush qilish xatarlik edi. Jangchilar bir yoqdan etishib, bir yoqdan chekinib, kaynidagi yana bir egizlikka chiqib oldi. Shu chog'dala zoya qilmay o'q etishga erishdi. Lekin banditlarmi nurg'un o'liklarni tashlab, neridagi cho'qiga chiqib oldi. Polik komandirining buyrug'i oldingi saflargacha kelib turadi. Aylaninglar, cho'qining kaynini egilanglar.
banditlar bilan xalqni ayirib olinglar. Qismlar yo'nalishini o'zgartiryotdi. Tez harakatlanmasak, xalqni haydab qochidi, dedi Botir G'ozi Nodamga. Tez atlanayli, Seril, beshani ko'tarma. Ilinganni qo'ymaydi bu xumsular. Qismlar serilyotdi. Banditlarning o'qlari otlarga tegishga boshladi. Yotgan otga o'q tegsa, u o'rnidan chachrab turib ketadi-da, yiqilatdi. Osmonda belga o'qi charaslab yonganda, jangchilar chaqmoq tezligida otlarga mindi-da, atakaga o'tdi. Toshliq yerlarda minglagan otlarning sharaqlagan, do'pirlagan ovozlari ajoyib surlik anglanadi. Yaru osmon gurildab ketdi. Banditlar qaçsa hech kimni yetkizmaydi. Hujum nihoyatda tez bo'lganligi uchun tong bilan tang elini tashlab qochgan banditlar qora eritishning sarsumba tarafidagi zo'r kundilang toqqa chiqib ketdi. Har qatimdagidek tashlab ketgan o'liklaridan qo'lga tushgan quroli oz qoldi. O'liklar ichida Osmanning mashhur odami shayton ko'z yotadi. O'q uning maydasiga tekkan edi. Siyosiy boshqarma tashkillagan bir guruh odam banditlardan ayrilib qolgan shu yerdagi butun xalqni yig'ib, Osmonga agashmaslik, behuda o'lib ketmaslik to'g'risida tanglik, barobarlik, inson huquqi va milliy armiyaning maqsad nishoni to'g'risida tashviq ilib bordi. Kechga yaqin qism kundilang taqqa yamashdi. Bu yerdagi hujum 2 sutkaga so'zildi. Kechasi banditlar hujumi kuchayib, kunduzi susishib qoladi. Yo'ruqda o'rlash xatarlik. Qism o'zini xo'rtib oladi. Ammo urush so'zilib ketsa, banditlar elini ko'chirib bo'ladi. Amsa qanday qilish kerak? Nizomiddin komandirlarga buyruq qildi. Divizion, skadron, vozotlar tog' barga yeyilib ketsin. Har bir qismlar atquchilar va o'rliguvchilar deb ikkiga bo'linsin. Atquchilar shiddat bilan uzildirmay atsin. O'rliguvchilar uning panohida chapdastlik bilan to'xtamay o'rlasin. Mushu usul bilan o'rlasak, biz ancha ko'p chiqim tortmayla tog' ustiga chiqib bo'lamiz. Qism o'rlab chiqqanda banditlar qora ertish teg'iga qochdi. Eli ayirib qilindi. Qora ertish teg'iga shiddat bilan o'rlab chiqqanda banditlar yana qochdi. Shu yerda Botir G'ozining iti bo'ldirib qoldi. Tuyuqsiz avtomat etildi. Uchib kelgan o'qlar jangchilarning beshidan vingildab o'tib ketdi. Uninggacha bularning oldiga shu yerlik molchilarmo chiqdi. Botir G'ozi bo'ldirib qolgan itini yetilab oq uyning oldiga keldi. Anig'u, sana tayyor to'qug'liq ot turibdi-g'u, buni tashla, shunimen, dedi Nodam. Oq uyning oldidagi mo'ma yog'ochga bir necha ot bog'lab qo'yilgan edi. Shuning ichidagi qo'mish quloqliq, chiroyli kir otga Botir G'ozining ko'zi tushdi. U kir otning egar to'qimini ilib yerga qo'ydi-da, o'zining etining egar to'qimini uningga to'qishga boshladi. Shu chog'da uning dumbisiga tars qilib qamcha tegdi. "Ey, o'ynashma, shunchami qattiq uramsan?" dedi Botir G'ozi va kayniga burilib qaradi. Uning kaynidagi Nodam emas, uni g'azab bilan bir qamcha urgan, oq yung yoqiliqqa o'ralgan otliq qiz taraslab bu yoqqa ketib boradi. Botir G'ozining lavlari titrab, ko'zlari yinib ketdi-da, "Voy rasvo, men sening jiningni ololmamdim", deb belidan tapanchisini sug'urib olib, etini yo'ritib, ittiklab ketib borgan qizga tangladi. Neridan tez yetib kelgan Nodam uning qo'lini tutib oldi. "Bo'ldi, Botir G'ozi, qo'y, qiz balakan-g'u. Shu kunlarda sangimo qizning qamchisi doğru bo'lib qolgan", deb chaqchaq qildi Nodam kulimsirab. Bir netsi oq uyga kirdi. Uyda yuzlarini qo'ruq bosgan bir mo'may, uyning to'rida ostiga ko'rpa silib bir kelinchak o'ltiradi. Uning quchqida ko'rpaga yo'galgan bolasi bor edi. Kelinchak kirguvchilarni ko'rib, o'rnidan qo'zg'alibmi qo'ymadi. Qapqinimi ochmadi. Tunji tug'di, texi 3 kun bo'ldi. Ko'zi yo'rg'icha tas qoldi, o'lib qolg'ili bichora, dedi mo'may. Rayhon kelinchakka sapsilib qaradi-da, lavlari birdilla titrab ketdi. "Nari tug'utliq buning, chiroyi poq yegan xo'rozdek qip-qizil tursa, tur o'rningdan", deb g'azab bilan varqirdi u. Kelinchak qimir qilmay o'ltiradi. Xuddi Rayhonning ovozini anglamagandek, chiroyi o'zgaribmi qo'ymaydi. Qo'y ko'zlari yinib ketgan Rayhon uning mursidan tortib o'rnidan qo'zg'atibdi-da, ko'rpisini yulib oldi. Ostidan 2 avtomat chiqdi.
Bu nima? Ha? Batır Gazi kulimsirab aytdi. Hey kempir, bu avtomat tug'dan kelinchak desingizchu, texi qo'sh kezak tug'di ekan. Boshqalar paraqqida kulib hozir bizga aytilgan avtomat mushu budomat atqankanda. Rayhon g'azab bilan qurolini untinsiz o'ltirgan kelinchakka tangladi. Uni rostilla aytib edi. Nodam beshini silkidi. Qo'y balam, uvol qilma, sizlarga o'q atgan bu emas, dedi mo'may hech nima bo'lmagandek xotirjam o'ltirib. Bu atmasa nimishqa yo'shirdi? Sen nimishqa yolg'on aytsan, jaddal? Bizni atsa vol bo'lmamdikan? Bu balam atqan emas. Oq yog'liqli qiz atqan. Qaysi oq yog'liqliq? Heliqi uydan chiqib ketgan. Osmonning qizi. Nima? Osmonning qizi marganligi, atqa mahir chabdasligi bilan butun Oltoy tavasida mashhur bo'lib, milliy qismlar ichida uning gapi ko'p bo'lgan. Botir G'ozi bilan Nodam bir-biriga ishtik qarashdida uydan chiqdi. Uning qarsi allaqachon yetgan, bir beldan eshib ketgan edi. Isit, isit, dedi Botir G'ozi va pushaymon o'tida to'lg'inib yondi. Bo'ldi, Botir G'ozi, pushaymonni man qilsam bo'ladi. Meningdan o'tdi. Osmonning bir qanoti sunat ekan. Xayr, dedi Nodam alam bilan. Qism qora ertish bo'yini egilagan chog'da banditlar birmu kishi, birmu charvamal ilib ketolmay, necha yuzlagan o'liklarini tashlab, yuqorqi Oltoyga qochgan edi. Yana qo'g'lash kerakmi yo'q, deb turganda Shimoliy front qo'mondoni Dalilqondan buyruq kelib qoldi. Amdi qo'g'lamanglar. Asosiy kuchiga zarba berilib bo'ldi. Polek dam olsin. Qora ertish bo'yida Polek dam ilib bir oy yotdi. Shuningdan keyin yana bir buyruq kelib, Polek Sarsumbiga yurish qildi va Sarsumbiga yaqin yerda Qiron daryosining bo'yida qozoq uylari tikib, Polekni to'liqlash harbiy mashq ham damilish bilan turib qoldi. Nodamning aslamlari shu yerga kelganda o'rindan turib ketdi-da, sirtqa chiqdi. Bu chog'da Nizomiddin bir duva qarning ustiga chiqib, qayerlargadir nazar tashlab turardi. Shivirg'an qor uchqunlarini uning yuziga shiddat bilan uratdi. U kirpikmi qoqmay shivirg'anga qarshi g'arb tarafga yuzlanib, yiroqlarga tikilatdi. Nizomiddinning lablari pichirlashga boshladi. Eng qiyin sharoitlarnimi mansitmaslik, yengilish, o'ng'ishsizliklarda ichidimi uni jazman yengish ishonchida bo'lish, haqiqiy jangchida bo'lishga tegishli xislat. Biz dastlab qanchalik kuch bilan qo'zg'algan, hozir qanchalik zo'rayib ketdik. U Abdukarim Abbosov so'zlab bergan 1944 yil bahor oylarining oxirgi mezgilidagi ajoyib ta'sirlik umidvorlikqa to'lgan bir voqeani eslab qoldi. Ahmadjon Qosimi bilan Abdukarim Abbosov G'ulja shahrining shimolidagi Talliqda maxfiy uchrashgan edi. Milliy zulm, sinfiy zulm haddidan oshdi. Xalq hozir ot seliqi 1943 yili Shinjongda Gomindan firqalari paydo bo'lgandan keyin Shinjongga otliq diviziyalar yer sharoitiga qarab ko'plab kirishga boshlagan. Shu munosabat bilan xalq ustiga 10 ming tuyoq faraqliq ot seliqi tushgan. Buni xalq gaz ot seliqi debmi ataydi. Kuchlik norozi, fursatni qo'ldan bermay, ozodlik shuari ostida ko'tarilib chiqishning vaqti yetdi, degan edi Ahmadjon Qosimi. Buning uchun inqilobiy kuch tayyorlash, xalqni inqilobiy harakatga jalb qilish, inqilobiy harakatning ta'sirini tez kengaytirish lozim. Gomindaning zulmini ko'p tortgan, uningga gumonliq bo'lgan odamlarni birinchi navbatda Gomindandan ko'p azor yeb, qochqin bo'lib yurgan G'inini, Akbar Marganni qo'lga keltirish, shular orqali boshqalarni qo'lga keltirish kerak. Dastlabki qadamda Musaboyev Terezavtiga, Pilichi, Gangol xonlariga, Ili millatlar gimnaziyasiga, Suydung, Kura, Suluq Almatiga, Qozonchi, Sultonvas, Subtay, Ulastay, Jolinqul qatorliq o'rinlarga odam avatish kerak. Har qancha qiyinchilik bo'lsa-mu, xalqning hech narsaga tegmaslik, tashkil serini jondan ortiq bilish, xoin, shpionlardan qat'iy hushyor bo'lish kerak. Hozir tashkilotning qo'lida qanchalik qurol bor? Miltiq, avtomat, tapanchi bo'lib 15 ketidi, degan edi Abbosov. Yana 70 dan oshiq granat, 6 dona Finlandiya xanjiri, 500 dona tashviqot varaqasi, 10 necha ot, 2 tag'or quritilgan non bor. Bu mo'zur kuch.
dedi Ahmadjon ruhli holda. Kuchimiz 4-500 ga yetganda tarqoq joylashgan oz sondagi go'mindonchiliklarga hujum qilib, shularning qurollari hisobiga qurollanish lozim. Buning uchun Nilqi noyasi strategiya jihatdan aplik joy. U yerda go'mindonchiliklari tarqoq joylashgan. Kuch yetkab kelsa, tog'lari yo'shirinib zarba berishga qulaylik. Nizomiddin shu voqeani zo'qlanib eslaganda ko'zlaridan o't yenib, yuzlarida umid uchqunlari jilvalangan edi. Mana shunchalik kichikgina uchqun bilan boshlangan inqilob hozir zo'riyib, qanchalik yolqinga aylandi, ha? Deb o'yladi u hayajonlanib. Elidan tortib muzat tog' tizimlarigacha, Manas daryosi vodilarigacha, Jungar dalalari va Oltayning haybatlik tog'larigacha bizning qanchalagan poliklarimiz tarqalib ketgan. Buning asosi hiliqi 10 nechtal miltiq ko'tarib chiqqanlar emasmidi? Hozirchu go'yo buloqlardan qo'shilib, ulg'uyib, do'lqinliq, qahrlik daryoga aylandi. Bizning bu qudratli kuchimizga amdi kim tankilalaydi? Mushundoq kuch oldida bu quyun, banditlar, qahrton so'g'uqlar nimadi? Nizomiddinning nur chaqnagan ko'zlari texmu yiroqlarga tikilgan edi. Davomi bor.